Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzlimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Bugun bir ajoyib ish bo'ldi. To'g'risi xursand bo'ldim. Shu xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Bunaqa holat kamdan kam bo'lsa kerak. Mana shu ko'rib turgan kitobinglarni O'zbekistondan olib kelmaganman men. Lekin mana shu kitoblarni sotib olaman deb niyat qilib yurardim o'zim. O'qiyman deb. Hozir yangi joyga ko'chganman, yangi ishxonaga. O'sha ko'chgan joyimdagi qirg'izistonlik aka bilan birga turamiz. Oshxonada gaplashib tursak, olib chiqib qoldi. Mana bu kitoblarni sizdan oldingi bolalar tashlab ketishgan deb. Shundoq ko'rdim, to'g'risi tilim aylanmay qoldi. Endi buni to'g'ri ko'pchilikka qiziq bo'lmasligi mumkin bu narsa. Buni tushunadigan odam tushunadi. Qanaqa holatga tushganimni to'g'risi hech kutmagandim. O'zim yaxshi ko'rgan yozuvchini kitoblari bular hammasi. Meni yaqindan taniganlar biladi. Kitobga to'g'risi kasalman. Juda yaxshi ko'raman kitoblarni. Shu O'zbekistonda yurganimda ham ko'p sotib olishga harakat qilaman, sotib olib o'qiyman ham shu bilan birga. Shunchaki olib borib uyga qo'yib qo'ymayman. To'g'risi rosa xursand bo'ldim. Bu kitoblarni ba'zilarini o'qiganman endi. Audio formatda, o'sha telefonda audio formatida o'qiganman ko'pini. Endi xudo xolasa mana shu Lol degan kitobdan o'qishni boshladim. Inshaalloh. Hammasi juda yaxshi yozilgan kitoblar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kitob o'qib turish baribir odamni dunyoqarashini, fikrlashini kengaytiradi. Sog' bo'linglar.